Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim. Hozirgi vaqtingizda xayrli bo'lsin. Oldi bilan hammanglarni bir yangi xush xabar bilan tabriklayman. Hammanglar balkim angladinglar, chunki Amerika Senatida, ya'ni Kengash palatasiniki Tashqi ishlar komitetida bizning yuqori sunilgan Uyg'urlar haqidagi qonun resmi ma'qullandi. Bu xabarni aytganda ko'rib tunugim bo'lgan ishga nihoyat xush bo'ldim. Pek hayajonlandim. İnşallah bu qonunninki rasmiy tasdiqlanishining eng muhim bir qadami bo'lib qolgusi va bundan keyingi ishlar men uchun o'ngishli bo'ldi inshaalloh. Shu sababdan hammalarni oldin tabriklayman. Bugun shu qonunninki Senatda, ya'ni Kengash palatasida Tashqi ishlar guruhida ma'qullanishiga alohida sabab bo'lgan Amerikadagi qarindoshlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bo'libmi o'tgan yili shu Salih Xudoyor va Bilal Ibrohim inimiz yetakchiligidagi shu keng ko'lamli shu qonunni tasdiqlatish maqsadida olib berilgan namoyishlar va har turli faoliyatlarning natijasida mana Allohga shukrlar bo'lsinki xush xabarlar kelyapti. İnşallah uzun qolmay bu qonun tasdiqlangusi ham biz uzundan buyon kutgan xalqimizningki shu jazo lagerlaridan qutuladigan minutlarni uzun qolmay ko'ramiz inshaalloh. Bugun shu sabab bilan Amerikada bayağı tilga o'tgan shu qonun ma'qullatish, qonun tasdiqlatish jarayonida izchil to'kib qo'shib kelgan ham sürgündeki hükümetninki shu yaqinda bu yoqqa faoliyatida aktiv rol o'ynayotgan bir qarindishimizni ekranga taklif qildim. U bo'lsa doktor Talib Atajan. Assalomu alaykum Talib Atajan. Jasorat mundirga xush keldingiz. Va alaykum assalom. Bugun nihoyat bir alohida kun bo'ldi. Hamda bizga hozir bir xo'shallik nihoyat tasda keladigan shu qoldi. Bu xo'shallik bugun men xabarni ko'rgandan keyin xush bo'ldim. Ham daralda sizlarni aslidim. Sizmi hamda biz ko'rib turdik shu Salih Xudoyorlar boshchilik qilgan o'tgan yilgi shu izchil to'xtamay namoyish qilish va yuqori bilan aloqa qilish shu qonunni tasdiqlatish haqidagi faoliyatlarda boshdan oxiri siz bor Salih inimizga va boshqalarga boshdan oxiri yordamlashib keldingiz. Uningda Rabia onamizmi uzun mezgil siq demay, bo'ron demay, yomg'ir demay asha turpadi. Shu sizlarning tirishchanliginglar natijasida mana bugun yillar o'tdiki bir xushal xabar anglag'ili oldi bilan shu sababdan siz va shu ishda ko'p kuch qolgan barliq qarindoshlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Siz bu xabarni olgandan keyin qanday hissiyatda bo'ldingiz? Oldi bilan shuni gapni shu yerdan boshlasak. Bo'ldi, jasorat sizning bu shundoq xalqimiz bilan o'rtoqlashadigan shundoq bir yaxshi naq maydonni hozirlab berganligingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hamda siz degandek xalqimiz necha yildan yoqi orzu qilayotgan bo'libmi bo'ldi dunyoqi Salih Xudoyor rahbarligidagi uzun muddatli namoyish va 100 ming kishilik imzolarning natijasida o'tirg'i qo'yilgan bu kishilik huquq qonunining anglab nayt hoş bulduk. Bununla Salih Xudoyorga telefon qilib, Salih Xudoyorni muborak bo'lsin deb telefonning Facebook'ga chaplab buni bu hamda shu Sharq Turkistondagi Telefonumuzdan şekli özgürüp kaldı ya Talip.
Telefonunu özgerttiniz mi bir yerini? Qanday o'zgardi? Çıkıp kaldı. Yo'q, men Bilemen kompyuterdaman. teketiniz deymi? Yo'q, ishnimaga qilmadim. Nimeniz yo'qolib ketdi, surat yo'qolib ketdi. Ha. Shundami? Surat bor, hozir bor, ammo bek Shunda ovoz chiqyapti. bu nima bo'lib qoldi? Bu tushuniksiz bo'lib qoldi. Ovozim chiqayotgan bo'lsa so'zlar. Endi yana o'zgarish bo'lyapti. To'g'ri, siz gap qilavering, men tanshi. Ha, shu nihoyat xush bo'ldik. Bu bir bizning Sharq Turkiston xalqining mushu mustaqillik yo'lidagi yana bir natijasi deb qarayman. Hamda men bugungi nimani mushu surgunchi hukumat haqida, surgunchi hukumatdan boshlay. Bu Sharq Turkiston surgunchi hukumatining qanday qurilgan, hozirgi ahvoli qanday bo'layotdi? Bu haqda so'z boshlash uchun men gapni 1949-yili Xitoy tajovuzchilarining bizning to'purg'imizga bostirib kirib, Sharq Turkiston hukumatini, Sharq Turkiston ismini yuvayotgandan keyin o'zining huquqini, hukumatlik salohiyatini yo'qotgan Sharq Turkiston hukumati o'zining aziz to'prog'ini tashlab, chet ellardan o'ziga to'proq izlashga boshladi. Ya'ni Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Turkiya qatorliq yerlarga berib, o'zining hukumatini, ya'ni surgun hukumatini qurishni orzu qildi va shu yerlarda qanday qilib tamtirab bir o'rin izlab yurdi. Shuning bilan 1991-yili bizning qarindoshlarimizning davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliqlar Sovet parchalangandan keyin mustaqillikka erishdi. Shuning bilan bizning xalqimizmi texmo jasoratlanib o'zlarining mustaqilligi bo'lgan orzusi, ishonchisi texmo ochdi. Shu natijasida 92-yili Turkiyada Sharq Turkiston Kengashi, ya'ni Sharq Turkiston qurultiyi degandek uyushma qurilib, o'sha dastlabki ishni boshlandi. Uningda qattiq sarosimaga tushgan Xitoy darhol o'zlarining odamlarini, tarbiyalagan odamlarini davlat dunyoning hamma joylariga taqib, o'zlarining ko'rinmaydigan qo'llarini hamma yerga uzatdi. Shuning bilan 1996-yili Germaniyada yoshda va yoshli bir qism cho'nglar birikib ashadimi o'zlarining tashkilotlarini qurib faoliyatlar ilib berayotgan. Shu munosabat bilan Turkiyadagi Sharq Turkiston Kengashi qandaqdir Germaniyaga yo'tkaldi. Germaniyaga yo'tkalgandan keyin ashada bir qancha yilning o'tishi bilan nima sabab bo'ldi? Nihoyat sirli usulda bu yerdagi Sharq Turkiston degan ism Uyg'urga almashtirib etildi. Balkim bu 2001-yilda qurilgan Şanghay Hamkorlik Tashkilotining ko'zga ko'rinmaydigan usullarda, qo'llarda o'ynagan o'yinning ta'siri bo'lsa kerak. Shuning bilan bu Sharq Turkiston degan ism tadrijiy xalqaro da'vodan yo'qolishga boshladi. Ya'ni xalqning buni demagan keyin, ishlatmagan keyin xalq tarafidan unutilishga boshladi. 49-yili Xitoy ismimizni Turkistonda Sharq Turkiston deganni xaritadan, bütün ders kitaplardan, hattoki xalqning allasidan chiqarish. Uning o'rniga Uyg'ur avtonom rayoni, ya'ni Sharq Turkiston deganga Uyg'ur avtonom rayoni, ya'ni Uyg'ur deganni qildi. Bunda Xitoy nima uchun Sharq Turkistonda shunchalik qo'rqaydi? Bunun sebebi Sharq Turkiston bu ism to'proq bilan tushidi. To'proq bilan Sharq Turkiston ismini ayirsak, uning kaynida Sharq Turkistonning xaritasi bor. To'proq bunun bilan bog'langan. Lekin Uyg'ur degan ismda undaq yo'q. Uyg'ur degan ism faqatlab ashadagi bir qavmning
qancha turib ishki bir asosli bir qavmning ismi. Shunglashqa Xitoy to'proq bilan munosib bo'lmagan, zamin bilan munosib bo'lmagan bu ismni ishlatishga noiti umra va bu ismni o'zining ichidimi Sharq Turkiston ashunday noit o'ngishli qashdab o'zgargan bo'lsa, davlat sirtidimi buni noit qiliq bilan Sharq Turkiston degan ismni o'yiqqa almashtirdi. Bir rasmni chiqarib qo'yamdi, jasorat hozir chiqarib qo'yamiz. Qaysisini? Kişilik huquq bir. Tamam, ben çıkıray. Çıktı. He. Aha. Ha. Hı hı. Ha. Hı hı. Ha. Hı hı. Şunun bilan bizning bu Sharq Turkiston degan ism tadrijiy shu sirtdagi ijriyatdagi bizning Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz tarafidanmi asta-asta unutilishga boshlab bu qurilgan Uyg'ur nomida qurilgan tashkilotlarning hammasi shu ismi jismiga loyiq faqatdan kişilik huquq davosini qilib iliqi noiti muhim bo'lgan, qimmatli bo'lgan zamin to'proq davosini bir oddiy zulm davosiga aylantirib qo'ydi. Shuning uchun dunyoning aqanchi kuchugandek bo'lib ko'rindimi, dunyoning hech qanday kuchli davlatlarning hech qanday bir diqqatini qo'zg'ayolmadi. Chunki bu zulm davosi u har qanday bir davlatning ichki davosi. Uning sirtqi davlatlar aralashish odatda qiziqmaydi, chunki qiziqmaydi. Bunga mablag' selishga qiziqmaydi. Agarda uni Sharq Turkiston deb ilib mangan bo'lsa, uni zamin davosi deb qilgan bo'lsa, balkim bu vaqtlik igilarmi chiqib, biz shu o'zimizning zaminimizda xo'shal qo'ram, baxtiyor yashaganmi bo'lardik shu vaqtda. Nima uchun ish bo'lmagan vaqtida biz o'zimiz ahd davoyimizni, toprak davoyimizni uchun qilganligimiz uchun, ya'ni ahd uchun qilganligimiz uchun Alloh taolo bugünkidek o'zimizni izzatidimi, hurmatinimi, hattoki badanimizning parchasini qo'g'day olmaydigan mushundaq bir xor kuchli olatga tashlab qo'ymaydi Alloh taolo. Biz o'zimizning ahdimizda chin turolmaganligimiz uchun meningcha bugungi kundagi shundoq holatga tushib qolishimizga o'zimiz sababchi bo'ldik deb qarayman. Endi shu jarayonda yana bir qism qarindoshlarimiz, yana bir qism vatanparvar vatanimizning Sharq Turkistonning mustaqilligiga ishonadigan, mustaqillikning birdan-bir bizni erkinlikka va hurlikka erishtiradigan yo'l ekanligini to'nigan va erkinlikka qat'iy ishongan bir yurish qarindoshlarimiz birlikda 2004-yili Amerika poytaxti Washingtonda Sharq Turkiston surgun dokumentini tuzdi. Sharq Turkiston surgun dokumentining qurilishi 2004-yilda Xitoyni yana bir qatim rasmiga sildi. Xitoy yana jiddiylashgan holda o'zining yana tarbiyalangan olim sifatli, qahramon sifatli, doi sifatli o'zining yordamchi qo'shinlarini yana hammaga albatta Sharq Turkiston surgun hukumatini urib yo'q etish bo'lsa mangu o'rnidan qopolmaydigan qilatmoqchi bo'ldi. Lekin bu tajovuzchi Xitoy
özünün bu Şarkı Türkistan sürgün hükümetini yok ötüş maksatiga yetemigen bolsunmu, lekin Şarkı Türkistan sürgün hükümetini butunlay xalash holatga tushirdi. Şarkı Türkistan sürgün hükümeti şu 2004-2005 yıllardan asasen xalash holatga tushib qoldi. Bu xalash holatga tushib qolsa, eng birinchi bo'lgani şu bizning da'vogarlarimiz buni nima deb desa, bu sürgün hükümet hech qanday ish qilmaydi, hospitalam yotdi, bu degan mushundaq, buning ismi jismi yo'q deb ashundoq haqorat qiladigan so'zlarni ishlatdi. Buningga ergishib bir qism oq qorini bilmagan xalqimizmi sürgündü hükümetimizni Sharq Turkistondan iborat mushundaq özünün devleti, özünün atanız degan dadısının ismi bilan atalgan. Mushundaq hükümetni haqoratleydigan, zanglik qildigan iboralarini ishlatib, ashundaq yozmalarni yozishdi. Lekin Sharq Turkiston sürgün hükümeti ashundaq holatda tursinmi, lekin mustaqillik ve Sharq Turkistondan iborat bu ikki narsadan asla voz kechmadi. Ya'ni o'zining mangadigan yo'lning mustaqillik yo'li ekanligini, qurmoqchi bo'lgan davlatning Sharq Turkiston davlati ekanligini mushu 2004-2005 tartib 2009-yilgacha bu harakat qilammi desakmi, u ikki intayi buyum güçlerini kolu tutup xuddi tar muzlarning arasındaki iliqi nima deymiz, qor laylisi o'xshash ashundaq turali. Bu shu sürgün hükümeti mushuning o'zila mushuni mustaqillik ve Sharq Turkistonda chin saymay turadiganligining o'zila boshqa tashkilotlarning agar ularning natijasi bo'lsa bilmadim, har qanday natijasidan 10 essa yuqori deb qarayman. Shuningda chun turadiganligining o'zi. Bunun bilan 2019-yili xalqaro vaziyatning jiddiylashishi, Xitoy vaziyatining bağan siri acizleşti, iqtisadining şiddet bilan tövenleşti. Bizning Sharq Turkiston zeminimizning dünyadagi strategik o'rnining kundan kunga kuchayishi, ya'ni butun dunyodagi kuchli davlatlar hozir Sharq Turkistonga ko'zini tikishga boshladi. Chunki bu o'rin strategik o'rin, strategik qiymati kundan kunga ish beryapti. Yana birisi Xitoy iqtisodining azraq taraqqiyotdan foydalanib o'zini bilmay, hammaga o'zini tek silishga boshladi. Shuning bilan kuchli davlatlar Xitoyni o'zining tek deb qaradi. Hattoki hozir Rossiya siyosatchilari Xitoy taklif qarayapti. Shundaq sharoit xalqaro vaziyatning jiddiylashishi va Xitoy savdosining tugatishiga, Xitoyning parchalanish ve Sharq Turkistonning mustaqilligining yiqilishishi ve Sharq Turkistondagi Xitoy zulmining kundan kunga tasavvur qilsizlar dedi. İşi Sharq Turkiston sürgün hükümetining qaytadan o'rnidan saklab turishga, uyg'onishga majbur qildi. Shuning bilan Sharq Turkiston sürgün hükümeti 19-yili 4-ayning 20-kuni bir favqulodda yig'inni chaqirdi. Bu yig'inni chaqirishning maqsad 11-ayda Amerikaning poytaxti Washingtonda 8-qayta qurultayni ochmoqchi. Shunglashqa sürgün hükümet 6-ayning 15-ichilik bo'lgan oraliqda butun dunyodagi har qaysi davlatlardagi sharqlik qarindoshlarimizni Sharq Turkiston sürgün hükümetining yerlik vakillari bo'lishga, iltimos qilishga ochiq e'lon qildi. Bu betda Sharq Turkiston sürgün hükümetida ve bizning bu
Facebook'larda şu Şarkı Türkistan hazır parlamentdeki adalarının hamısının Facebook'da bu uqtirishlar bor. Hem şu uqtirish asasen her bir devletin yerlik parlament a'zolarini qabul qilib, oxirgi chekka 6 ayning 15 aytasi qoldi. Buni e'lon qilganga 3 oydek bo'ldi. E'lon chiqarildi. Amerikadagi 4 ayning 20 kuni nayt g'albilik oxirlashdi. Ya'ni bir yarim ay shu Amerikada ki qarindoshlarimizni ochiq e'lon qildik. Uning shartlarini bekitdik. Uning sharti chuqur mustaqillik ve Şarkı Türkistan bundan ibaret yani başka prensipten bakılınca lekin asal müşrikte çünküwan qarindoshlarımızın a'zolikka aktiv bilan qatnashishini e'lon qilgan. Shuningdek nurg'un qarindoshlar bunga aktiv ovoz qo'shdi. Natijada 20 kuni namsiz demokratik yolda aşağıda güzelçiler mükemmel oltadı başka gruplardan başlayan nazaretçilik aslında demokratik yolda parlament a'zolari saylanib chiqdi. 9 adam a'zosi bo'lib saylandi. Shundan keyin medialarda, sosyal medyalarda qarasak, aşırı xalqlarning inkası nayt yaxshi bo'ldi. Hozirgichilikdan 95% az deganda sosyal medyadagi xabarlarning hammasining bizning shu Sharq Turkiston surgun hukumatidan nayt cho'ng umidlarni kutayotganligi buning shunday hareketlerin hammasining har jihatdan qo'llaydiganligidan iborat shunday qo'sharlarni xabarda inkaslarni ko'rdim. Buni bizmi ko'rdik Tolibjon endi buni bizmi ko'rdik bo'lib shu Amerikada bo'lgan shu millat vakillari saylash faoliyatini boshdan oxir ko'rdik. Bizda bir xil umid qoyatidan tiklandi. Bu hukumat haqiqatan xalqqa ishni ichib o'tibdi. Ya'ni xalqning vakilini qanday turaligi burunqidek oilada bir oila a'zolarini saylab olgandek saylash emas. Xalq o'zi saylab ko'zitish mustaq shaklda bo'lganligini ko'rdik. To'g'ri. Sizni mushu jarayonda tunudim desam bo'ladi, Tolibjon. Siz Amerikada bir universitetda dars berasiz-ku, ham doktorsiz, Doktorlik unvoningiz bor ya'ni. Qaysi fanda dars berasiz? Matematika va falsafa doktor PhD deydi. Qaysi fanda dars berasiz u yerda? Matematika. Ikkimiz kasbdoshganmiz. Men matematikda o'qigan, Bejons fan va matematik tugagan. Endi sizni Tolibjon jiqroq hamkorlashsak bo'ldi. Sizni Tolibjon balki boshqa qarindoshlarimiz ham menga o'xshashmish, yaqinning yog'i bakrak to'nib qolayotgan bo'lishi mumkin, chunki sizni boshqa tashkilotlarda burun ko'mgan. Siz shu surgundagi hukumatga qachon mushqatim a'zo bo'lib kirishingizni yo burun a'zomitdingiz? Ya men mushqatim a'zo bo'lib kirdim. Mushqatim a'zo bo'lib kirdingiz ya'ni. Ondan burun siz ondan burun siz boshqa tashkilotlarga a'zo bo'lib boqqanmi? Undan ilgari men Mao Milliy Uyg'unish harakati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Salih Xudoyar tarafidan qurilgan Milliy Uyg'unish harakatining maslahatchilar gruppasining a'zosi, ya'ni ashining a'zosiman. Ondan boshqa tashkilotlarga qatnashib boqmagan ya'ni. Ya, uningdan ilgari men qatnashib boqmagan hech qanday tashkilot. Bu qatim sizniki ham namoyishlarga chiqadi. Bu qatim ham Salihnikini ishini ko'rgan odam hammasi vijdoni qaynaydi, ham qo'llig'iz keladi. Shu maqsadda Salihning tashkilotiga kirib maslahatchi bo'libsiz. Bu qatim bu shu surgundagi hukumatga, millat vakilligiga o'zingizni ko'rsatib, surgundagi hukumatiga kirishingizda asoslig'i nima sabab bo'ldi? Men bir gap deytayim. Men o Milliy Uyg'unish Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining maslahatchisi ham ashining iqtisodiga mas'ulman. Ashi uyushmaning
hanımın düte. Hem de Şarkı Türkistan sürgün hükümeti bayağı biz milli uyguniş erkitini Salih Hudayer kurup namayişini başlagandan yakı aşağıda küçümüzün yetişçe, kolumuzun kirişçe kolladık. Çünkü bu hareketin nişanı doğru. Andiki nait pakiz, ilip verilayotgan hareket bolgan keyin xuddi hozir siz sürgün hükümetten bir ümitlengeningizge o'xshash bizmi Salih Hudayer qayrindishimizning aşı başlagan hareketidan biz ümitlendik. İşendik, şunlaşqa onun yenide pulumuzning kelishcha yordam qilib yenide birga tudik. Hamda Sharq Turkiston sürgün hükümetiga nima uchun parlament a'zosi bo'lib kirdingiz desiniz, men bayi deganimdek hozir bizning vatandagi zulm kundan kunga eshib ketyapti. Xalqaro vaziyatmi nihoyatda jiddiy. Xitoyning savdosi kundan kunga ojizlanib, Xitoyning kunining oxirlashadiganligidan bir derak beryapti. Mushundaq bir yaxshi fursatni Allah Taala bizga yaqinlashtiryapti. Ya'ni bizga bundaq signal qilib beryapti. Endi mushundaq qilib berayotgan vaqtda mushuni biz nihoyatda sagaklik bilan mush fursatni chinkitib, butun dunyodagi Sharq Turkistonliklarni bir nuqtaga yig'ib, bir nuqtada harakat qilish. Bizni kuzatayotgan kuchli davlatlarga to'g'ri signal berish. Sen bizga mablag' solsang, biz sening o'tdangdan chiqalaymiz deydigan. Bundaq deganda. Agarda biz bu tashkilot deb yursak, u vaqtida bizni kuzatayotganlar qachon mablag' solma, qachon qilsam bo'ladi deb tamtirab qoldi. Shuning bilan bizning mustaqillik harakatimiz keyniga chekinadi. Biz uchun vaqt intayin qimmat. Xitoy tajovuzchilari bo'lsa, shu vaqtni keyniga surib, shu hozirgi ahvolni bir saqlab, yana bir mancha yil turib olsa, ayadek Sharq Turkistondagi kamplarni yana qaytib, bizning aşağıdaki suyumli qarindoshlarimizni inson qilibidan chiqqan usullarda yo'qotishni maqsad qildi. Yo'qotib, bo'lsa Sharq Turkistonni butunlay o'zining bir o'lkasidek aylantirib berishni, butunlay xitoylashtirib etishni maqsad qildi. Agarda biz jiddiy harakat qilmasak, shunday birlik kelmasak, bir shu sürgün hukumatning ostiga yig'ilmay, kuchli signal beramisak, Xitoy balkim yana bir necha yilda u kampiga so'lganini so'lab, qolganlarini poyezdda o'tag'izib, xuddi qatarlarni qandaq chechib etgan bo'lsa, Sharq Turkistondagi kampining sirtida qolgan yana boshqa qarindoshlarimizni butun o'zining ishkirdagi yezilariga chechib etishi mumkin. Shu. Bu intayin xatarlik ahvol. Hozir demişim hakikaten bizdeki küzdüdüğün, yani birimini tədqiq qıladigan hech qanday vaqtimiz qolmadi. Hozir Uyg'urlarni turkumlab shu Xitoyga o'tkazayotganligi, Gansuga, Xenanga, yana bir yerlarga millionlab o'tkazayotganligini anglayapmiz. Shunga hozir jiddiy harakat qiladigan mezgil. Shunga sizmi, ya'ni burun garchi boshqa bir siyosiy tashkilotlarga qatnashmagan bo'lsingizmi, shu sürgünlük hukumatning bir xalqni to'g'ri yo'lga yetaklay oladiganligi, vatanimizdagi milliy mustaqilligini, shu ishlarni to'g'ri yo'nalishga yetaklay oladigan ko'zingiz yetgandan keyin o'zingizni ma'lum qildingiz, shundaqmi? Shundaq. Chunki sürgün hukumatning asosiy qonunida davlatning kurash nishoni, ya'ni nishoni mustaqillik to'proq da'vosi deb belgilangan. Davlatning ismi Sharq Turkiston degan. Bu meningcha hamda nurg'unlagan bizning qarindoshlarimizning orzusi. Uningdan boshqa yo'lni tanlashning hammasi eng oxirgi hisobda 100% mag'lub bo'ladi. Shu mustaqillikni nishon qilmaydi ekan, bizning Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz eng oxirsida 100% mag'lub bo'ldi. Men shunday deya olmayman. Hozir. Chunki u chiqish yo'li emas. Bizning chiqish yo'limiz faqat birdan bir mustaqillik yo'li. Shuning uchun cho'qim biz bir mustaqillikning bir nima deymiz, bir nuqtadan kontrol qiladigan
kumandanlık ştabının astiga derhal uyuşishimiz kerak. To'g'ri, hozir Bo'lgan shuni vaqtda biz o'zimizni qutqarib qola olamiz. hozir endi Kampi albatta muhim. Kampidagilarni qutqizish muhim, lekin kampidagilarni qutqizish bizning birdan-bir qutuluş yo'limiz emas. 70 yillik Sharq Turkistonning qonliq tarixi qarab baqayli. Bunda qishlaydigan kayni-kaynidan yuz berdi. Masalan keyin Barin inqilobi dedi. Anından keyin G'ulji inqilobi bo'ldi. Urumchi inqilobi bo'ldi. Hammasi de Xitoy tajovuzchilari nima ish qildi? Bizning qarindoshlarimizning dumbisiga 100 kilo narsani atdi. Voy 100 kilo narsa egri bo'lib ketdi deb qaqshab qilsa, hammani deb 70 kilo 60 kilosini avatgandan keyin xuddi yiniklab qolgandek, amaliyotda 30 dersa u dumbisida qolib qoldi yerda. Shunda qo'shal juda yana bir mezgil yurgandan keyin Xitoy yana 100 kilo narsani akab atadi. To'g'ri. Atgandan keyin yana qaqshsa yana bir 60-70 ni avitadi. Shunda qilib ayada dumbisida qolib qolgandan bo'ldi hamda 60-70 kilo bo'lib qoldi. Ashunda qilib atib azroq elib itib, yana atib bizning xalqimizni ashda qaqshitib, mana eng oxirsida nima qildi? Xalqimizni ko'tarilmaydigan kampik o'xshab shunda ig'irchiqni atib etdi. Bu ig'irchiqni ko'tarilmay nurg'un qarindoshlarimiz halok bo'ldi, jinidan ayrildi. Nurg'unlarining ismi cismi, nomi yo'q. Bunu uqmaymiz. Bizning uqadiganimiz faqatlan bizning Uyg'urlarning serkillari degan nayt osonlik bir qism odamlar. Chunki ularning nomi bor. Shuningdek ularning rasmini ko'tarib biz ahamiyada yuralaymiz. Lekin nom yo'q. Hech nimasi yo'q. Bichoralar qanday bo'ldi? Ular degan xuddi bir tajriba, tirik tajriba materiallar bo'lib ketdi ularning hammasi. Tirik buzib ish gazalarini ilayotgan tirik tug'uzi buning badanlarini tilayotgan mushuning hammasi mushu bizning 70 yillik davoyimizning nayt xato yo'nalishda manganligining natijasi. Agar biz o'zimizning muqaddas ziminimizda qutuldirish uchun haq davoyimizni chin qilgan bo'lsak, Alloh taolo ishinimanki bunda xorliqqa, bunchilik zulmga bizni qo'yib qo'ymaydi. To'g'ri. Shuning boshqa mushunda bo'lgan vaqt Sharq Turkiston sürgün hökuməti gerçi bir mezgil jim turib turgan bo'lsinmi? Mushundaq jiddiy ahvol ostida u darhol o'yg'andi. 2004-ayning 20-kuni yig'in ichildi. Yig'inda biz 8-9 odam parlament a'zosi bo'lib kirdik. Medialarning inkasi shundaq yaxshi bo'ldi. Nima uchun inkasi shundaq yaxshi bo'ldi? Nurg'unlagan odamlar Sharq Turkiston sürgün hökumatiga yangidan qon quyildi badaniga, hamda yangi qon bo'yicha harakat qildi degan ashundaq inkaslar yozildi. Unda bo'lsa, nima uchun bunda inkaslar yozildi? Men bu parlament a'zolarini qisqacha tunishtirib o'tay. Birinchisi Salih Xudoyor qarindishimiz. Salih Xudoyor qarindishimiz Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati degan mushu siyosiy tashkilotning quruvchisi. Bu tashkilotning maqsadi, nishoni nima? Shu veb saytiga berib qarasanglar, ko'rinsizlar. Bu non-violence deydi. Hech qanday nima deymiz? Zo'rlik ishlatmaydigan, zo'ravonlik ishlatmay, tinish yo'l bilan Sharq Turkistonning Doğru. Bu o'zining o'qigan aşı kasbidan, aşı o'zining atrofidagi buni yetaklagan, tarbiyalagan professorlarining, yetakchilarining, maslahatchilarining orqali o'ttirib qo'ygan nayt yaxshi strategik bir plan u. Uzun muddatli namoyish. Shuning bilan 6-ayning 4-kuni bu namoyish boshlandi. Biz shunda xo'sh bo'ldik. Biz buni shunda qo'lladik. Bu namoyish tez suratda butun dunyoga tarqaldi. Hatto Xitoyning itaklarigachilik bir tutashlik bo'ldi. Boshqa yerlardami? Uzluksiz namoyishlar davom qildi. Bir oylik, necha haftalik
namoyishlar burunqidek yilda bir qitim, ikki qitim qiladigan, o'yliqi simvol xarakterlik, odiq chiqaradigan undaq namoyish bo'lmadi. Undaq namoyishni butunlay yo'q qilib, undaqlarga xotima berdi. Shuningdan tortib, hozirgacha namoyish bismida hozirgacha dunyoning hamma yerida bas-basda ilib berilyotidi. Salih Xudoyor qarindishimiz 2 oylik degan, buni hozirgacha to'xtatmay namoyishni ilib beryotidi. Endi bu shu namoyishdan keyin Salih Xudoyor qarindishimiz xalqaro mustaqillik, ya'ni mustaqillik izdinish yig'inini chaqirdi xalqaro. Bunga chet eldan odamlar kelib qatnashdi. Bu 11-oyning 11-kuni o'tkazildi bu yig'in. Bu yig'in nihoyat g'albilik ilib berildi. Sizlar videosini balkim YouTube'dan ashunda ko'raysizlar. Bu yerda nihoyat muhim odamlar so'z qildi. Odamlar kelib qatnashdi. Bu ikkinchi natijasi. Uchinchisi, onundan keyin Salih Xudoyor qarindishimiz 100 ming kishilik imzo faoliyati ilib bordi. Sebebi şu vaqtida Xitoy yoki Xitoyning ko'zga ko'rinmayotgan, qo'llarida kontrol qilayotgan odamlar mustamlika mazmuni Xitoyning mustamlikasini qabul qiladigan oshxil mazmunlar bilan yug'urilgan bir imzo qo'yish, Aqsaroyga ashunday imzo avatish faoliyati ilib berilibdi ekan. Bizning Salih Xudoyor qarindishimiz bunu nihoyat sezgirlik bilan darhol tutib olib, darhol bunga qarshi 100 ming kishilik mustaqillik mazmuni sug'urilgan imzoni e'lon qildi. Buni biz jiddiy kuchimizni yetishcha qo'lladik. Butun dunyodagi xalqimiz buni qo'lladi. Masalan, Qozog'iston deymiz, ashadagi bovay momaylar osig'i tayinib, ko'chalarda yurib nima qildi? Ovozini chiqardi. Aslında kichkichlar imzo atdi. Nima uchun? Mustaqillik degan aslında bir qimmatli narsa. Bizning mustaqillik ro'yimiz nima bo'lgan? Uxlab qolgan. Bizni uxlatib qo'ygan narkoz urib. Ashi kishilik huquq davası deb bizni uxlatib etgan. Salih Xudoyorning 100 ming kishilik imzosi, endi Salih Xudoyorning imzoni to'ldirish uchun ilib borgan hareketi keng bütün dünyadaki xalqni o'yg'atdi. Masalan, Norvegiya deymiz, Turkiya deymiz, aşağıdaki qarindoshlarimiz kompyuter deganni qo'lda tutib degan u yoqdan bu yoqqa yugurib kech kunduz Qozog'istondagi bovay momaylar ashunda qilib bu o'ylab yiqinglar. 100 ming imzo, bu 107 ming bu ish ketdi, to'shib, hozir balkim 110 ming bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Bu nima qildi? Olamning mustamlika qabul qiladigan u imzo 7 mingda to'xtab qoldi. Mana bu bir cho'ng mustaqillikning uyg'onishi. Butun xalq mustaqillik ro'yi bir qo'ygandi shuning bilan. Bu Salih Xudoyor qarindishimizning yana bir natijasi. Aytdi, muhim natijalardan biri. Endi to'rtinchisi, onundan keyin darhol Uyg'ur qonunni parlamentda qonun yezib, qonunni tasdiqlash ishini ilib bordi. Uning bir qoldirgan qilgan shu vaqtda ishni darhol ilib berilayotgan, shu vaqtda qandaqdir parallel yana bir qonunmuş yerda paydo bo'lib qoldi. Manchil dunyoda qilib yotgan ahvol vaqtida Salih Xudoyor yani bir qonun bo'lmasa biz Salih Xudoyor shu qonunni yo'llagandan keyin biz bayonot e'lon qilgan. Agarda yana shunda qo'shimcha parallel burada qonun avatadigan ahvol bo'lsa, biz bilan hamkorlashaylik, birga ish qilib, nima qilmayli, birga qilib, yaxshi birlashib avataylik. Chunki o tarafga bo'lsa, odamning quloqi ishki narsaga qolsa, yaxshi bo'lmaydi deb bayonot e'lon qilgan edik. Lekin bizning unimiz bilan qori bo'lmay, yana shunday bir parallel bir qonun paydo bo'lib qoldi. Lekin u qonun dal bizning mustamlikasini haqoratlaydigan, xalqining ro'yini xunuklashtiradigan, eliq haqoratizm bilan boshlangan qonun. Shuning bilan buningga Salih Xudoyor qarindishimiz yana maslahatchilarining
ve etrafındaki adamlarının yardımı bilen 100 bin kişilik 107 bin kişilik imza ve 7 bin kişilik imzanı götürüp apırıp ular bilen debate deydi İngilizce ılıqı münazara qilgan kishilar zade bu haqorat ismini ishiltamdiq yo Sharq Turkistonni ishiltamdiq ashada shuning bilan bu debate qilish natijasida ular o'tirg'i kelishib Uyg'ur deganni ishlatishni qilgan. Shunglashqa tünügün aşı emmengler anladınlar. Bayı biz hoşal siz bu tebriklediniz. Aşı Uygur kişilik hukuk kanunu yendik aşı Uygur aslilik hakaret ismeti aşı Salih Hudayar terindişimizin çın tuğanlığı ve bütün dünyadaki halkımızın 100 bin kişilik imzaga koşkan tüpsi neticesi de aşağıda çünkü Amerika devleti demokratiyanın impıldıgan demokratik devlet. Çoğunun avazı ama basıdı. Şunlaşka 170 bin imzada 70 bin imzanı apalgandan keyin ular lim qilib ahir bu isimni bitti. Uygur degan isimni qilgan. Shuning uchun bu nindikisi Uygur kişilik hukuk kanunu bu atılıp qolgan. Yana müşahede sizden tutulmagan bo'lsa, bu iliq isim bilan bo'lib qoladi. O vaqtida biz uchun teximiz ziyon bo'ladi. Chunki ash ismni biz qabul qilgan bo'lardik. Allohga shukr, nima bo'lmasa, uningga qaraganda yaxshi. Bo'ldi. Shu hozir müşahedeki shuning bilan yana müşahedeki muhim bir mesele endi agar oshchaqda Salih inimiz shu 107 ming kishi imzo atgan shu iltijoni akirib mavo ilqi XG'ni qo'llagan bo'ylar boshlagan ishni shirkalik XG deganni Uyg'urga o'zgartib o'tmagan bo'lsa, bu qatimqi qonun balki shu XG Uyg'ur avtonom rayoniniki inson haqlari degan shaklda chiqib qoladi. Bu yana shu nomus qilmay shu Xitoyninki bir qismi deganda qabul qilgan bir puroqda chiqadi bu qonun. Bu bir haqorat bo'ladi. Masalan, Tibetlarniki hergiz Shizang biznama qonuni emas, Tibet qonuni. Ya. Bizniki agar unday yo'q, men da'vat XG'diki Uyg'urlarning huquqiy qonuni bir bo'lgan bo'lsa, bu biz Xitoyning bir qismi degan nom bilan chiqadi, bu bir haqorat bo'lib qoladi. Bu yerda shu Salih Hudayar inimiz shu kirib, ashlar bilan debate qilib, shu XG'ni chiqarmagan bo'lsa, Uyg'ur o'zgarmagan bo'lsa, bugun yana bir haqoratli qonun chiqib qoladi. Allohga ming martaba shukr deymiz bu yerda. Endi Talibjon aşı isimli bir chiqib qolsa, birisi haqorat bo'ladi, yana birisi bu bir qonun xatarlik yeri. Qonun chiqqan bo'ladi. Shuningdan oldini oldi, shunglashqa tunugin aşağıdaki munosabatli odamlar Salih Hudayarga aşı tasdiqlangandan keyin telefon qilib bizni muborakladi, telefon qilib, shuning bilan derhal Facebook bizning uyushmaning Facebook web saytida tunji bo'lib e'lon qilindi. Biz hammamiz uni hambarlab nim qildik. Nayeti bir yaxshi ish bo'ldi. Bu birinchi qadam. Alloh buyursa, buningdan kuchli qonunlar pat yaqinda tasdiqlandi deb o'ylayman men. Bu Salih Hudayar qarindishimizning yana bir natijasi. Bu yerda men bir ishni so'rab o'tay sizdan Talibjon. Bayan oyog'i necha qatim ko'p ta'kidladingiz. Shu aramizda Uyg'ur nomidagi Xitoylik Uyg'urlar deydi, Jungolik Uyg'urlar shu ishlarniki to'g'ri menishiga izchil dushmanlik to'sqinlik qilib qo'yadi. Agar shularga qo'yib bergan bo'lsak, Abayqiningdek haqoratlik ism bilan qonun chiqqan bo'lsa, biz o'zimizni Xitoydagi bir asonliq millat minority deb qabul qilgan bir qonun bo'ladi. Uning mijiq ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Balkim boya siz degandek qonunlash qolgan bo'ladi. Ya'ni bizniki o'zimizning shu Xitoyning shu xatarlik yerish. Shu bo'lgunchilar to'g'risida qarang bir savol qo'ymay hozir sizga. Mening inglizcham yo'q, men inglizcha bilmayman. Ammo sizdan bir inglizcha gap so'ray. Bu gapdagi xatolikni siz tuzatib bersangiz. Bulamda? Qani. Agar Who is you, Mr. Talibjon?
Who is you? Talipcan. Ben Talip Atacan. Who is you? Doğru mu? Aha. Ya, gepimni anlamadingizmi? Qanday men xatolarni tuzitib bering deyapman ben. Who is you desem to'g'ri bo'lamda? Who are you deymiz. Ha, who are you? Yani Amerikada who is you deb gapirgan bir ingliz mutaxassis bor ekan. U ham Ha. ben bütün Amerikadagi Uyg'urlarga vakillik qilaman, ben bütün Amerikadagi Uyg'urlarning boshlig'i deb hamma yerda davron qilib yurdi. U yaqinda men bir video Facebook kunida aqtirib o'tib bir video tasodifiy ko'zimga cheliqib qoldi. Onunda bu Afgan nima debdi desangiz, tarixdagi bizning shaxslarimizni tilga olib Yoqubbek Xitoydan avtonomiya talab qilgan, Ahmadjon Qosimiy Xitoydan avtonomiya talab qilgan deb so'zlab kelibdi. Agar yana biza oldiga surgan bo'lsa, balkim O'g'uzxonmi Xitoydan avtonomiya talab qilgan, Sultan Sodiq Bug'roxonmi Xitoydan avtonomiya talab qilgan bo'ladi bugunning gapi bo'yicha. Nomus qilmay shu gapni qilib keldi. Nima debdi desangiz, Arliqda bu Uyg'urlarning orasida qattiq qo'lg'ol qo'zg'agan bir video bor. Ularning Amerikada yashaydigan o'zini advokat deb olgan birisi bor. U Amerikalik muxbirninki ziyoratini qabul qilganda, shu Amerikalik muxbir buning og'zidan Uyg'urning ko'nglidagi gapni olaman deb, sizlar mustaqillik talab qilamsizlar degan gapni 2 qatim so'radi. Birinchi qatimida bir chiroyli gaplar o'tkazib o'tdi. İkinci qatimida nima dedi, onu bir anlab o'taylik. Men bu videoni bir qisqa qo'yib o'taman hozir. Whether in China or outside of China. So you're not trying to independence? That's what the Chinese claim that the Uyghurs are fighting for. But the most pressing issue at the moment is the survival, the existential threat that the Chinese government is posing against the Uyghur people. But Uyghur people historically have been demanding and asking for political autonomy, social freedom, and the freedom. Bu yerda u deydiki, muxbir tunji qatim abay degandek, men degandek tunji qatim so'raganda chiroyli o'tkazib o'tdi. Ikkinchi qatim, you Uyghurs, do you want independence from China deganda nima dedi? That's Chinese government claim that Uyghurs fighting for. Actually, we Uyghurs are fighting for political autonomy dedi. Benim İngilizcem yok ama bu gapni benim tushunganimda bu Xitoy hukumati biz Uyg'urlarni shundoq mustaqillik talab qiladi deb ayiblaydi. Ammo biz Uyg'urlar uzun yillardan beri biz avtonomiya talab qilib keldik dedi demishadi. Ashtada javob berdi. Bu video hamda Uyg'urlarning orasida qattiq qo'zg'ol qo'zg'adi. Bayqi who is you deydigan abga nima deydi? O'zining ekraniga chiqib, sen inglizcha bilamsan? İngilizce bilmesen, lug'atingni aqtirib, avtonomiya degan gapning inglizchada avtonomiya ma'nosini emas, mustaqillik degan ma'nosi borligini bilgan bo'ladi deb bu Afgonniki who is you deydigan Afgonning ingliz tili mutaxassisi ekanligini bilmaydi ekanman men. U deydi, ingliz tilidagi avtonomiya degan gapniki mustaqillik degan ma'nosi bor deydi. Siz oliy maktabda o'qituvchi bo'lgan odam Amerikada Tiliniz mükemmel olmasa mümkün emas. Hem doktor olamaysiz, hem o'qituvchi olamaysiz. Siz de bakın, İngilizchedagi avtonomiya degan gapning mustaqillik degan ma'nosi bormi? Yo'q. Butunlay yolg'on gap. Ya'ni, masalan, bundaq deylik. Agarda mustaqil bilan avtonomiya o'xshash desak, Xitoy nima uchun Sharq Turkistonni, ya'ni o'zining ashani avtonom deb ataydi. Nimishqi mustaqil bir davlat deb atamaydi. Shuni bilib olamizda. Bu ikkisining asman zimin farq ekanligini. Avtonomiya deganda faqat bir cheklik darajada huquq beriladi. Mustaqil degan bu mustaqil to'proq bilan munosabatlik. Ash to'proq biz dastlab turayotgan to'proq bizga tava degan gap. Biz ash to'proqning xo'jayini bo'lamiz. Shunga hozir
Masalan, 2 kunning oldida istiqol televiziyasidagi muxbir qarindishimiz ziyorat qilgan vaqtida oxirsida aşı adamı aşı konu davatçımız aşına gapni qildi. Mustaqil degan arabcha gap, erkinlik degan Uyg'urcha gap, ikkisi o'xshash, ikkisi mustaqil deydi. Bu ikkisi qanday o'xshaydigan gap? Men manga qarindoshlarimiz ashnadagi manga telefon qilib so'radi. Mushundaq davatidi bu zot qanday deb. Independence bilan freedom ikkisi o'xshash deydi. Shuning bilan men ularga tushuntirdim. Ularga lug'atlarda qaranglar, har qanday bir lug'atni ochsalar, buning ikkisidagi farqli, aniqlik ko'rinib turadi. Masalan, mustaqillik erkinlikni o'z ichiga oladi, lekin erkinlik mustaqillikni o'z ichiga olmaydi. Azod qilish erkinlik deganlar mustaqillik bilan hargiz ham qilinmaydi. Masalan, Xitoy Tibetni Xitoyning deyishi bo'yicha Tibetni biz feodallik qo'mishlardan azod qilib xalqini erkinlikka erishtirdik deydi. Nimish Xitoy biz Tibetni mustaqil qildik demaydi. To'g'ri. Demak, bu mustaqillik bilan erkinlik ikkisining o'rtasida nihoyat cho'ng farq bor. Shuningdek, bizning ba'zi da'vogarchilarimiz, masalan, millatning 35 million millatning da'vosini qilyapman degan odamlarmi mushundaq mas'uliyatsiz gapni qiladi. Bilib qilamdi yoki bilmay qilamdi. Hamda shuncha uzun yil qilgan da'vo qilgan odam buning farqini men cho'qim bildi deb qarayman. Endi bularning buni qilishi o'xshash deyishi xalqni qaymoqtirish. Xalqni qaymoqtirib, xalqni bosib kelmaydigan bir yo'lga boshlash. Shuningdan iborat. Avvalmo sizmi dedingiz, shundoq bizning oramizda g'ayriy ovozlar hozirgacha mavjud. Mayli ular maqsadli qilayotgan bo'lsin, maqsadsiz qilayotgan bo'lsin, shundoq abgalar hozir biz Uyg'urga vakillik qilamiz deb hamma yerda igizpas so'zlab yuryapti. Ya'ni bizni o'sha Xitoyniki bir qismi, Xitoydagi muslim minority ko'rsatishyapti. Masalan, abayman degan who is you deydigan abga va Amerikada shu qadar jiq ziyoli bor deb, Amerikada boshqa davlatlarga qaraganda ziyolilar eng ko'p o'qigan, eng ko'p deydigan bir davlatda sizlarga vakillik qilib, men butun Uyg'urdagi Amerikadagi Uyg'urlarning vakili deb turib, Moshunda egizbas gapotdi. İngilizce bilamsan, İngilizce bilmasan ortiq so'zlama, gapqilma. Ya'ni inglizchadagi bu yerdagi avtonomiya degandan mustaqillik degan ma'nosi bor. Ma kalva bag'aras. Tövəndə anlıqçılarning hamısini o'ziga o'xshash dut chaqlaydi ekanda, o'ziga o'xshash bag'aras chaqlaydi ekan. Bu kalvaniki televizorlarning yag'in shu nimani petiqlab shu kunda shu aqsiga o'xshashli bag'aras, aqsimi nega yangizma, jiga yangizma degan inglizchalar egizbas yanchiqchilik qilib yuradi. U shu nomus qilmay bizga inglizcha dars o'tadi. Ya'ni, hey, inglizcha bilmasang, sen lug'atingga aqtiriblar, lug'at ma'nosi bo'yicha bunda tushunma. Advokat apandidan degan avtonomiya degan gapining asli ma'nosi mustaqillik dedi. Ya'ni tuvandagi xalqni bular shu qadar dut chaqlaydiki, o'zining dutligidan. O'tganda buning aksi Amerikaga ziyorat qilganda ben bunu anlamaptiken, şunda işler bo'ptiken, bu kalbaniki İngilizcening nacharligidan bir muxbir ziyorat qilganda, beshing pishlab ketibdi desa, paypiqimga o'tkatdi deb javob beribdikan. Ya'ni, u alaqa savolning ma'nosini bilmaganligidan, mana shundaq bir abga sizlardagi Amerikadagi ziyolilarga va shundaqlar nomus qilmay butun dunyodagi Uyg'urlarga vakillik qilib, ekranlarga chiqib so'zlayotdi. Mushu çıplak ideyasini bizga qabul qildirishga tirishyapti. Ya'ni abay siz hukumatniki ishlarini tushuntirib kelganda so'zlab o'tdingiz, hozir bizga mustaqillikdan boshqa yo'l qolmadi. Bu gapni men o'tgandimi dedim, Uyg'urlarning oldiga kelsa, bugunlar nomus qilmay ashla deydi. Ve Uyg'urning mushkigacha hozir mustaqillik talab qildi deydi-yu, ammo u xalqning ekraniga chiqqanda, Amerikaning ekranlariga, Yevropaning ekranlariga chiqqanda avtonomiya deb turib, Uyg'urlarga "Ama avtonomiya degan mustaqillik degan gap" deb tushuntiradi. Bu kalvallarni nima deymiz endi? Kishilik huquq 1-2 degan rasmda ashlarning e'loni ashi. Hozir birdan keyin ashuning ustida to'xtalamiz.
Aşınыңdımı? Şu aşında aldın qitim bizning iftar qildik mishada Sürgün Dokumenti va Uyg'unish tashkiloti birlikda aşı iftar nima videosini ko'rgan bo'lsangiz bilasiz. Aşıningda ba'zi odamlar biz iftardan keyinla nima boshlig'ichilik faoliyatni boshlashdan ilgarilam hammasi bir qism odamlar hamda nima qilib qoldik, ketib qoldi. Shu vaqtida bir bir qayrindishimiz mana bir gapni qildi, menga bek ta'sir qildi. O nima deydi? O talep müşahid ba'zi odamlar borkan, shu beshini qayoqqa to'lg'ab qo'ysa, shu bo'yicha mengaveradi ekan, nima uchun deb so'rashni bilmaydigan odamlar borkan, shundoq deydi. Demak, baysiz deganlar ashundaqchi. Mana shu beshini qayoqqa to'lg'ab qo'ysa, ashuniki avtonomiya desimi mustaqillik, mustaqillik desimi mustaqillik, yana bir nima desimi mustaqillik deb mengaveradi, so'ramaydi nima uchun debchi. Hamda ashundaq odamlar xalqimizni nurg'un qarindoshlarimizni qaymoqtirib ketyapti. Bu qaymoqtirsiz nima ish bo'ldi? Mustaqillik harakati mag'lub qilamdi. Mustaqillik harakati hargiz mag'lub bo'lmaydi. Mustaqillik harakati cho'qim g'alaba qiladi. Lekin ziyonni kim tortadi desa, bizning vatandagi, Sharq Turkistondagi so'yimli qarindoshlarimiz tortadi. Sababi mustaqillikning bizga yetib keladigan vaqti keyniga suriladi. Keyniga surilgan sari u yerdagi qarindoshlarimizning zulmi kundan kunga og'irlashadi, vaqti uzraydi. Bir odam o'ladigan yerga 10 qarindishimiz qurbon bo'ldi. Ashli ziyon bo'ldi. Lekin bular yoki Xitoylar bizning mustaqillik harakatimizni hargiz to'samaydi. Chunki bizning mengayotgan yo'limiz haq yo'li. Biz cho'qim g'alaba qilamiz buningda. Endi men bayaq gapimni davomlashtiray. Bayaq biz Salih Xudoyor qarindishimizning tunishtirib o'tdim. İşlerini qisqacha. Bu hammasi emas, albatta buning nurg'un ishlari bor. Ashuningdan keyin Salih Xudoyor qarindishimizning ishlari texmi jiqlidi. Shuning bilan ishxona ile Aksaray bilan parlament binosi, hukumat binosi o'ttirsidan 50 kishilik yig'in zali bor bir ishxonani oldi. Oldin qitimqi Sharq Turkiston Sürgün Dokumentining yig'ini aşı yig'in zalda elib berildi. Ashundaq bir ishxonani oldi. Bundan keyin bu faoliyatlarni aşağıda amalga elib bormoqchi. Undan keyin Salih Xudoyor qarindishimiz hozirgi navbatdagi strategik plan, çünkü bunu qadam elib beryapti. Bultuqi plan nima desa, hamma odamlarni Sharq Turkiston deyiladigan qilish. Sharq Turkistonni butunlay og'izda bizmi, qarshi tarafdagilarmi, Amerikadagilarmi, ashuni Sharq Turkiston deb ataydiganni asliga aşını plan qilgan. Shu yo'lda kuchiga nurg'un ideallik so'zladi, namoyishlarda so'zladi. Shuning bilan hozir siz bilib turibsiz, butun bizning o'zimizning Uyg'urlar asosan Sharq Turkistonda bishiltidi, yiliqi haqorat ismini ishlatmaydi. Ondan keyin hukumat xodimlarimi, mushu parlament a'zolarining nurg'uni Sharq Turkistonda bishiltidi. Masalan, men 3 kunning oldida bir parlament a'zosidan bir xat topshirib oldim. Email Aşınında o demokrat teteği, Republican emas. Aşı hatta East Turkiston'da bizipti. Nayt hoş bulduk bunu görüp. Demek hazır Sharq Turkiston degan gap, yani amiyada mene plan bo'yicha asosan aminlashdi. Endi navbatgisi nima deganda Sharq Turkistonni besilingan ziminga kuchash. Sharq Turkistondagi hozir bo'layotganni eriqiy qirg'inchilik Muşunu itiraf qildi. Çünkü Amerika bir yıl 1 ayın 14 günü eriqiy qirg'inchilik qonunini tasdiqladi. Agar bizning Sharq Turkistondagi hozir bo'layotganni eriqiy qirg'inchilik deb itiraf qilinsa, meningcha Amerika bu qonunni cho'qim ishlatadi u yerga. Chunki qonun tasdiqlangan qonun. Shunglashqa mushkul nuqtada hozir butun vujudi bilan mushkul nuqtada tirishyapti. Masalan, Salih Xudoyor va Olbert, Mr. Olbert, ashlarning medialarda, televizorlarda
radiolarda sözlevatkan nutuklarını anlasanlar, hemmisi de muşçu nutukları çöğürü diyen anda elip verilir. Demek bizim nöbetdeki mühim plan. Belki muşucunun ahırsızlık emelge iş kaldı, aşın itiraf kıldı, iş bombası bisirilgan zımın diyenine itiraf kıldı, dep hazır plan kılıp bitirişvadır. Allah buyursa bu mu menimce emelge aşıdı. Andaki yakında köydüğünde Amerika'nın Xitay tehdit jığını içildi. Bu jığını naydı tallatlık adamlar, tallatlık grubunun adamları teşkilatı katlaştı. Bununla Salih Hudayar Amerika'dan yani bir Tayvan'dan kelip katlaştı. Ara bu ikisi katlaştı, bu ikisi katlaşkanlar müstakillik talep kıldılar. Aşkışığında aşkar oturup koyuldu. Bu jığında kimler var? Aldın gittim şu prezident talaşkan Ted Cruz deyimiz Green aşlar. Andinkin Bannon Mr. Bannon var şu President Trump'ın bronke mesleğçisi. President Trump'ın birisi yapma açındaklarını. Aşademler açındak yukarı derecelik adamlarla nüfus gençliğinde falan Tibetler mi yok onun içinde, Mongollar mı yok, başkalar mı yok. Fakat Şarkı Türkistan bilen Tayvan'dan var. Muşulunda biz muş signallarda doğru düşünüşümüz gerek. Ne için muşundak buldu? Ne için müstakillik Tayvan mı? Şarkı Türkistan müstakillik davatkan muşların akep aşağıda söz tutup bu Xitay tehdit degan aşındak sorunda bular fırsat yaratып berdi. Biz naiti sagak bulup bunu naiti doğru düşünüşümüz gerek. Bu yani bir neticesi. Anındaki website'ni açalısınız azgar hazır. Website'ni açay. Aşını Məsləhətçilər qrupsi. Töpədən qaraganda the movement Uyğursunu açamdım, İngilizcesi mi o? Mesela töpədə ne bakya home bakya the movement media about East Turkestan get involved contact us. Tamam. Məsləhətçilər degəndə about advisory board degen bakya məsləhətçilər. Bunu da birincisi Anders Core degan adam bakya bu mustaqillik to'g'risida bir yazdığı asli Amerika va G'arb ellari bu Xitoyni parchalash uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash kerak deb maqola yozgan ham shu Anders Core degan. Açtım şu betni azramiz ko'ryapti. Məsləhətçilər. Aha. Siyasi idevi asasda ega bo'ldi hozir. Maşallah. Andikin texmi milliy uyg'onish harakatining ishlari texmi
jiq bulup masalan hükümet bilen görüşüdigan, onundan başka halk arasında bulduğan işler bolganlık için Salih Hudayer elimiz yüzü yalğız yetişip bulanmay yeni bir Mr. Albert degan maxsus mutaxassis muşu Amerika Xitay meselelerdeki Şarkı Türkistan Xitaymış meselelerdeki uzun yıllık tecrübege ega aşağı kardeşimiz kelip hazır maxsus to'liq hizmetçiler Qaysi adam o? Mr. Qaysi adam? Bu maslahatchilar orasi. Ha, staffning ichida. Ha. Tamam. neticeleri bilen Salih Hudayer bu da hükümet bolmasa bolmaydı. Çokum bizning bir hükümetimiz bütün Şarkı Türkistan halkını tutup durduğun bir noktada jigip başkırıp durduğun hükümetimiz bolmasa bolmaydı dep bu da qitimqi Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin parlament a'zoligiga o'zini ko'rsatdi ve to'liq ovoz bilan qabul qilindi. Endi bunun keyin Allah buyursa bu Şarkı Türkistan sürgündü hükümetide mu Milli Uyg'unish hareketi mi naitde mühim rollarını oynap Şarkı Türkistan Müstakillik hareketinin terakkiyatida bösiş karakterlik neticelerini epkiledi dep qarayman Salih qarindishimizdan ve şununla işinimen. İkincisi Raqiya Acikam. Raqiya Acikamni ko'rdinglar balkim hamma dunyodagi hamma odam taniydi. Aşı namoyish boshlangandan tortib bir gün namoyishni her dushanba kuni xolisona o'zi aşı bir kunlik namoyishni kurashtirish, aşağıda riyosatchilik qilish, oxirsida yig'ish hamma ishini nim qildi. Hammadan ta'sirlantiradigan yeri bu da iftorda so'zlagan so'zida deydi Şarkı Türkistan'ın müstakillik için men ve iki oğlum biz 3 jangchi tayyor deydi. Her qanday ishga biz 3 jangchi bor bu yerda. Mush yo'lda biz her qanday ishni qilamiz deb shunday javob. Demak, bizning parlament a'zolari mana mushunda naitde mustaqillik irodasi kuchli, mustaqillik bo'lgan ishonchisi chunqur. Hamda mustaqillikdan boshqa yo'l haq yo'li emas deb qaraydiganlar. Üçüncüsü Profesör Tuğluk Abdurazak efendim, Abdurazak Kam yani şunu diyeyim kıldınlar, köydünler iftarımız sözlüydü. Özünün işçisini müstakillik bo'lgan bir yildan yaqin namoyishni uzluksiz qo'llab kelyapti. Hamda uningdan sir Tuğluk Abdurazak akimiz naiti tirishgan. Aşı web saytiga basanglar hozir Uyg'urlarning shu bütün dünyadaki yoki Amerikadagi Uyg'urlarning ingliz tilini tez egallash uchun İngiliz tilden 100 cümle de daimlik işletilen 100 cümleni aşı video kılıp İngilizcesini okup ondaki Uygurcasını okup aşında kılıp özünün Facebook'a koyup onu kendi takip atıdı. 100.000 cümlede. Onundan başka her xil maqalalarni mustaqillikning muhimligini, mustaqillikning birden bir yolu ekanligini tushuntiradigan, tunishtiradigan nurg'un maqolalarni yozib atıdı. Shunlashqa men hem qarindoshlarımızın vaqti bo'lsa Tuğluk Abdurazak Kamning Facebook'ga kirib aşağıya berib baksanglar u bir dünya nurg'un yangi narsalarga erisha olasizlar bu yerda. Andikin İlyar Şamshidin qarindishimiz u Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin muavin parlament a'zosi u qarindishimiz bu kechini kech kunduzni kunduz deb tirishib ishlayotdi. Aşı Salih'nin Milli Uyg'unish hareketinin namoyish boshlangandan yoqi vaqti chiqsa aşı namoyish maydoniga berib qizg'in qo'llab kelyapti.
Üçüncüsü Aziz Habibullah o kardeşimizin şu namayişini bütün gücü bilen, vakti çıksılı aşağıda maddi, manevi cihetlerden üzlüksüz kolab kelatıdı. Beşincisi Yar Mehmet Barat, menimçe hemimiz bunimiz, buna ait keskin fikir kılınan ötkürlü kardeşimiz Nurgun Kıttım Nakbaydanlı'da bende bu kardeşimiz şu Washington'da tumaydı. Washington'dan bir günlük jirak yedi turut. Lekin aşı namayış vaktida aşı ailesi bilen kilip bir hafta turup bir şeyde fotoğraflar yitip namayışga katılış başında gitdi. Demek müstakillikka, toprakka muhabbeti ba, toprakni qaytib berdiğanga, qaytırıp aldığan işençsiz adamlar bunu mundaq kıldı. Yaxşı. Aşağıdan kilip, aşağıda ailesi bilen küçük ballarını aşağıda ilip bir şeyde turup namayışta katılış başında kıldı. Yani davamlılık sözler aşı müstakillik ininin uygunuş için bir gün mü toktap bakkanı yok hazırgıçılık. O karınç. Ahmet Rozi kardeşimiz o mu şundak aktif bizning namoyish faoliyatlarini, şu hareketlerini maddi manevi cihetlerden kollaydı. Namoyish lokası üzül emas, ailesi, qo'shnilari, urug' tuqqanlarini bildi. Yig'ib chiqadigan qarindoshlarimizni bildi. Bu mu qo'lidan kelishdi tirishadi. İftar videosunu ko'rsangizda aşağıda so'zlagan nayt ta'sirlik so'zi bor. Aşı videoni ko'rishingizlarni umid qilaman. Hamda Ümit Uyg'ur qarindoshimiz Ümit Uyg'ur qarindoshimizmi uzun mezgillik bu Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin parlament a'zosi nayt tajribalik biz uningdan jiqishlarni o'rganamiz ba'zi ishlarni qilmay qolsak darhollik nayt aktiv aldirash vaqtlari qolmay shu bizga javob berib bizga tushuntirdi. Bu jiroqyada turdi, Kanadaning yeni turdi, lekin har qanday bir cho'ng faoliyat uni buni bo'lsa yetib keldi mashinasini haydab mishaga. Naytda aktiv jangovar qarindoshimiz. Hamda yana birisi men o'zim men qo'limning kelishicha mushunda tirishyapman. Shunglashqa bizning Sharq Turkiston sürgün hükümetinin hozirgi bu qatnashgan parlament a'zolariga men 100% ishonaman. Hammasi birsidan birisi ashunda vatanparvar, vatan mustaqillik bo'lgan ishonchisi shunda kuchli qarindoshlarimiz. Endi bu Amerikadagi nimani ko'rgandan keyin biz haqiqatan nayt xushal bo'ldik. Masalan, shu burun ko'rpoq bo'lgan nayt isli bolalar ham saviyali, qobiliyatli bolalar keldi, qo'shildi, o'zlarini millat vakili qilib ko'rsatdi. Uni nayt qo'shildik, rag'batlandik. Yaqinda anlasak Fransiyada mı o'xshash bir bir faoliyat bo'lib millat vakillari saylanib chiqibdi. Ağabey siz bir gapingizda qisqalab o'tdingiz bu millat vakillarini saylash 6-ayning o'ttirlarigacha davom qildi dedingiz. Shunda bo'lamdi? 15. 6-ayning 15igacha. Ha, asqaldi. Baya mavo 6-ayning 15i programma boshlanishida mavo 007 balki O'rta Osiyodagi Qozog'iston tarafdagi bir qarindoshimiz savol so'rabdi-ki. Bu Washingtondagi saylamga 11-aydagi qanchalik odam chaqirsalar shuni tushirmagan bo'lsangiz debdi. Buningda xabaringiz bormi? Nechlik odam chaqirilmoqchi u yerga? Chunki bu Washingtondagi 20 yillardagi favqulodda yig'inda millat vakillari qabul qilingandan so'ng andan keyin favqulodda yig'in ichilib, yig'inda asosiy qonunga o'zgartirish kirgizildi. Asosiy qonundagi masalan nima deymiz prime minister baş minister degandeklarning burun yil cheklimasi yo'qkancha o'tirib olsa umrining oxirgi o'rtasi bo'laveradigan. Biz uni o'zgartirish qilib 2 qitim anjiq bo'lganda 2 navbat har bir qitimida 4 yildan o'ltiradigan. 8 yildan keyin qancha aqlli bo'lib ketsa-mu, qancha kuchli odam bo'lib ketsa-mu, cho'qim o'rnini bo'shatadigan qilib, ashunda o'zgartirish qildik. Uningdan boshqa parlament a'zolarining soni burun eng oz deganda 60 odam bo'lsin deb yuqori cheki yo'qkan-ku uni. Shuning bilan odat o'zgartganda biz uni aksini qildik. Eng jiq bo'lganda 60 odam. Eng jiq bo'lganda 60. Ya'ni Washingtonga demakchi eng ko'p bo'lganda shu 60 odam chaqirilamda? Shunday bo'ldi. Eng jiq bo'lganda 60 odam. Chunki biz
hozircha undaq cho'ng parlamentni boshqarib ketilishimiz natayin kontrol qilib. Chunki qancha cho'ng bo'lgan sari Xitoyning buningga buzg'unchilik qilishi ehtimolligini cho'ng bo'lib ketadi. Shuni nazarda tutgan ahvol ostida biz oldi bilan kichik parlament, lekin kuchli parlamentni qurishni maqsad qildik. Men ishonamanki, bizning shu Amerikadagi mush qarindoshlarimizning har birisi o'zi bir odam bo'lgan bilan meningcha bir qancha odamning rolini o'ynay oladi o'sha qarindoshlarimiz. Shuningga biz shunday chekni qo'yib 60 degan. Hamda parlament qurultay ichilib bo'lgandan keyin hukumat bir qur rad kuchib, hamma hukumatning hamma apparatlari qurilib rad kuchib bo'lgandan keyin ehtiyojiga qarab turib asta jiqaytishni, asta qat usulda tanlash orqali parlamentni kengaytirishni o'ylashdi. Hamda ba'zi bir davlatlar, masalan, nüfus cho'ng davlatlar bo'lsa-mu, uningga biz jiqsam ba'midi. Nima uchun desa, nüfusi jiq yerda balkim Xitoyning qulumi jiq bo'lib qolishi mumkin-ku. To'g'ri. Shuni nazarda tutgan ahvol ostida nüfusi jiq bo'lsa-mu, ashi ehtimollikni nazarda tutib, unda jiq odamni hozircha emas, keyincha hukumat bir qur o'zini o'ngshab bo'lgandan keyin andikin kengaytirishni o'ylashdi. To'lashqa 11-oydagi yig'inga eng jiq bo'lganda 60 parlament a'zosi qatnashdi. Onundan da 11-oyda masalan kimlar saylanadi? Shu rais cumhurdan tortib parlament a'zolarigacha hammasi saylanadi yoki ma'lum bo'ldi. 11-oyning 11-kuni butun shu amal tutganlarning hammasi fuqaroga aylanib ketadi. Tamam. Uni hukumatni tayyorlik komiteti boshqarib turadi. Andan keyin parlament asliga keldi, parlament saylanadi. Parlamentdan keyin rais jumhur saylanadi. Rais jumhur ikki nomzodni ko'rsatadi. Ikki nomzod bosh ministerlikqa jumhur raisi ikki odamni ko'rsatadi. Ikki odamning birisini parlament ya'ni tasdiqlaydi. Bu yerdagining hammasi davlatning munosabatli odamlari kelib nazorat qiladi. Hammasi ismsiz nima deymiz? Saylam ilib boradi. Tamam. Bilet tashlash orqali saylanib dastlabda parlament raisi saylanadi birinchi. Shu bilet tashlash orqali ikkinchi u parlament raisining rahbarligida bilet tashlash usuli orqali jumhur raisi saylanadi. Andan keyin jumhur raisi ikki nomzodni ko'rsatdi bosh ministerlikqa. U ikki ministerning birisini parlament tarafdan ikisining birisi tanlanadi. Tamam. To'g'ri. Bosh minister, andan keyin har qaysi ministerlarni o'zi bekitadi. Chunki bu yerda ishlaydigan odamlar, bir ishxonaga kiradigan odamlar, o'zaro kelishalaydigan odamlar bo'lmasa, ish yaxshi bo'lmasligi mumkin. Albatta, uning degan nurg'un qonun cheklamasi bor qonunda. Albatta qonunni biz mukammal deb ketolmaymiz. 11-oyda bu qonunga yana o'zgarish kirgizishimiz mumkin. Chunki bu qonunning hozir audio demda anglaydigan nimasini nusxasini qilib taqatdik. Ahamiyati bor. Sharq Turkiston surgun hukumatining shu asosiy qonunni o'qibchi ovozliq. Ashini bütün shu dunyodagi qarindoshlarimiz o'qib, ashni anglab qaytadan o'zlarining miya mundaq bo'lsin degan orzulari bo'lsa, ashini bizga avasi bo'ldi. Biz 11-oydagi qonun tuzitish ishlarida ashini o'ylashimiz. Chunki bu qonunni birlik etimda unda qo'yatmaymiz. Bu qonun 2004-yili Turkiyaning qonuniga asosan yozilgan ekan-ku. Ashini nusxa qilib yozilgan. Shunglashqa asasen o qonun maskildi, lekin yanıla ba'zi bir qismlari bor. Shuni qarindoshlarimiz his qilsa, bizga moslashib qolsa, chunki bu hukumat hammamizning hukumati. Vatan hammamizning vatani. Agar biz hammamiz ko'ngil bo'lmasak, bu hukumat cho'ksa, hammamiz cho'kamiz. Endi hozirgacha u tashkilot dedi, bu tashkilot dedi, egizib biz maymun o'ynaydiganlarning sakrab yurganini ko'rdik. Haqiqiy bu to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan bir markaz kerak bizga. Endi jiq odamlarning nazarida shu
sürgündeki hükümet inşallah biz kütüvatkan şu merkez bu kağısı. Ama bu cihette tuncu kadar nihayet yaxşı besildi Amerika'da. Sizge okşaş yeni kan dep atsak mı buludu? Burun hükümet kirmegen. Ama şu hükümet doğru yönünüşünü göstergen, en doğru organda özünü göstergen müşta kıyırdaşlarımız oturup çıkmatıdı. Bu ahval adamını söyündürdü. Sizce şu Amerika'da boğandek bir yaxşı netice başka devletlerden mi bola mı? Şu millet vekillerini saylaş jarayonida aşındak bir galibilik bola mı sizce başka devletlerde mi? Menimçe buludu dep qarayman, çünkü hazır Fransiyada buna ait yaxşı ilip verildi. Hem de Kanada'da muşu 26 ısla ilip verilmekçi. Yaponiyada mı buludu? Yani başka devletlerde mi bu kendini buldu? Hem de elbette bazı bir başka bir nemisi tüzümü unçki mükemmel demokratik sistemimiz mükemmel olmayan devletler belki azırak toskunluklar uçuruşu mümkün. Lakin bizning maqsadimiz adamni yiqaytishamiz. Biz qattiq o'lcham bilan odam tanlash. Mayli 60 ga to'shmay qolsinmi mayli parlament a'zosi-chu, birinchi qitimda bizning. Qattiq o'lcham qo'yib tanlaymiz, tanlagandik o'lchimimiz ashundaq. Mustaqillik irodasi qat'iy bu yo'lda tavranmaydigan, mushu uzundan yoqi mushu mustaqillik yo'llarida o'zining ovozini emas, hareketini hareketga qatnashib kelayotgan, hamma jihatda aktiv rol o'ynayotgan mushundaq qarindoshlarimizni biz ashundaq qarindoshlarimizni yig'moqchi atrofimizga oldi bilan. Tushunishlik bo'ldi. Hukumatga. Bu bugun birinchidan siz bilan tanishib chiqqan bo'ldik, ham nurg'un muhim masalalarda bir yaxshi javoblarga erishgan bo'ldik. Talabchan apandim, siz bizga jiq ilhom berdingiz, ham umidlantirdingiz gapning ochig'i. Oxirida hamda sizniki shu bugun alohida vaqt ajratib aldirashgansiz, oliy maktabda o'qituvchi ekansiz. Bugun alohida vaqt chiqarib shu programma qatnashib berganingizga rahmat. Oxirida bir xulos so'zingiz bo'lsa anglasak, andan keyin programma 1,5 soatlik bo'lib qolibdi, oxirlashtirsak. Bo'ldi. Abda mening desam, yana da bizning hozirgi jiddiy vaziyatimiz bu shu xalqaro vaziyat, Xitoyning vaziyati, bizning Sharq Turkistonning vaziyati, mushuni bizning xalqimizning, Sharq Turkiston xalqimizning mushuni to'g'ri tushunib, mushu ziddiyatning yoki mushu kelayotgan bizga fursatni ching tutish uchun butun dunyodagi xalqimiz mushu o'zining bir nuqtaga, ya'ni mustaqillik yo'liga, mushu Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilamiz deb bir yerga to'planayotgan mushu Sharq Turkiston surgunti hukumatining atrofiga ziz uyushib, Sharq Turkiston surgunti hukumatining taraqqiyoti, texnik kuchlanish uchun butun kuchi bilan kuch chiqarishini, qo'llashini umid qilaman. Chunki Sharq Turkiston surgunti hukumatining kuchayishi, qudrat tepishi bizning Sharq Turkiston zaminimizning tez asliga kelishiga bilan bevosita munosabatlik. Endi Sharq Turkiston surgunti hukumatining tez taraqqiy qilishi yoki asta taraqqiy qilishi bizning xalqimizga bog'liq. Bizning xalqimiz bizning hammamiz. Ya'ni bizning soqchimizmi xalq, bizning bankimizmi xalq, bizning armiyamizmi xalq. Biz faqat xalq orqaliqla o'zimizning dushmanlarini yo'qota olamiz, o'zimizga qarshi turganlarni bir taraf qila olamiz. Agarda bizning xalqimiz mushu nuqtani to'g'ri tushunmay, yana agarda andaq-mandaq qaymiq qilib qolsa, u vaqtida bu bizning ko'zlayotgan nishonga yetish vaqtimiz kechikib qolishi mumkin. Yana bir qism qarindoshlarimiz bor, vatandan undaq telefon keldi, bundaq telefon keldi deb o'zlari qo'pib yurayotgan. Meningcha hozir nurg'un qarindoshlarimiz o'yg'onib Sharq Turkiston surgunti hukumatini oshkora qo'llab chiqyotdi. Yana bir qismlari oshkora qo'llayamizmi, yushirin qo'llayotdi. Ular namoyish undaq bo'lsa, vasaga chiqolmay qolsa, xuddi bizning bir ishimizga
Ben toyga qalsam kelemey qalsa bana telefon qilib iliqi kechirim suragandek bizni telefon qilib kechirim suraydi. Bana azroq vaqt beringlar, undaq qilinglar, bundaq qilinglar deb. Lekin boshqa faoliyatning hammasida qizg'in qo'llab keladi. Shunglashqa men deydiganim Yarıq Türkistan'dan telefon kelse, urug' tuqqanlaringizdan telefon kelse, o telefonda urug' tuqqanlarimdan yurak so'zi deb tushunmanglar. Uni Xitoy majbur degizayotgan so'z. Masalan, men Sharq Turkistondagi kampida deb qara. Ya siz shu Sharq Turkistondagi kampida yashayapsiz deydi. Aşağıdaki bulayotgan haqorat, zulm, shuning ostida turgan vaqtida siz nimani o'ylaysiz? Masalan, aşağıda turibsiz. Bu chet eldagi mening qarindoshlarim bir jim turib turgan bo'lsa, men mush kampidan chiqib ketib, mush bir yaxshi kun ko'rsam demdashlar. Mumkin emas. Chunki ularning yaxshi kun ko'radigan, yaxshi yashaydigan ümidi kesilgan ular. Undaq ümid yo'q. Ashlarni ashundaq degizib telefon qilizayotgan dal Xitoy. Xitoy ashundaq telefon qilizib mushu yerdagi gullanayotgan, taraqqiy qilayotgan mustaqillik harakatini kechiktirmoqchi. Shunglashqa men qarindoshlarimning texnik bo'lib, undaq telefonlarni faqat Xitoyning deyotgan gapi deb tushunishini. Chunki kampida yetayotgani uning ota-onasi yoki ash qarindoshlarimizning qarindoshlari. O'ylab yiqinglar. Agar ashi qarindoshlaringiz aşında gap qilsa, meningcha ash qarindoshlaringizga qilgan bir haqoratdan iborat. Men ishonimanki, o qarindoshlaringiz ashunda zulm, ashundaqning ichida turib, hargiz unda gapni qilmaydi. Shunglashqa qarindoshlarimizning nayt sagak bo'lib, amal bor tezdan bizning hukumatimizning Sharq Turkiston surgun hukumatining atrofiga tezdan uyushib, Sharq Turkiston surgun hukumatini xuddi boshqa davlatlarning hukumati bilan paralel o'rinda turib so'zlashalaydigan, paralel munosabat qilalaydigan bir kuchli davlatga, kuchli hukumatga aylantirish uchun butun kuchi bilan tirishishini, bizni xizmatimizni nazorat qilishini, bizga talablarni qo'yishini, bizning ishimizga yaqindan ayrılishini umid qilaman. Allah buyursa bizning mustaqilligimiz pat yaqinda amalga oshadi. Men bunga ishonaman. İnşallah. Hamma qarindoshlarimning ro'zi, Ramazon oylari muborak bo'lsin va mushu oyda texmu turmushining barakatlik, tanlarining salomat, hamma ishlarining o'ngishli bo'lishini tilayman. Rahmat Talipjon qarindishim, sizga mo aynı tilaklarni tilaymiz. Bugun alohida vaqt chiqarib bizga nurg'un masalalarda yaxshi to'g'ri tushunch berganingizga ko'p rahmat. İnşallah yana bir fursatlarda shundoq suhbat qilib turishni xohlaymiz siz bilan. Yana bir qatam ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr. Alloh omonat. Xo'sh. Aman bo'linglar. Xo'sh. Allohga rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Bugun Talipjon bilan bo'lgan suhbatimiz mushagicha bo'ldi. Bundan keyin o'zinglarmi diqqat qildinglarmi shu hozir surgundagi hukumatniki millat vakillari saylash ishi nihoyatda dag'dug'liq olib berilyapti dunyodagi har qaysi davlatlarda. Bugun ekranga chiqqan Talipjon qarindishimizmi burun biz boshqa tashkilotlarda ko'rmagan, ammo shu surgun hukumat bizni to'g'ri yo'lga yetaklab ketayotgan eng to'g'ri organ, shu bizni mustaqilligimizga ulashtiradi deb ishonch qilishga surgun hukumatga a'zo bo'lib kirgan, millat vakili bo'lib kirgan bir qarindishimiz. Ishonmanki, aramizda Talipjonga o'xshash minglagan Talipjonlar bor. Yuragida vatanning o'ti kuyayotgan, Xitoyga g'azab nafrati toshgan, ammo hozirgacha shu aramizda da'vo o'yini, da'vo qilyapman deb maymun o'yini o'ynayotgan ba'zi artistlarniki sharafsizligi, xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlamayotganligi sababli mush haqlar bilan bir ish qilib bo'ladimi deb umidni uzib, o'zini ko'rsatmayotgan, da'vo sepiliga qo'shilmayotgan nihoyatda qobiliyatli, talantli qarindoshlarimiz cho'qim bor. Ben şu müştak Talipjondan en az mına var deb o'ylayman. Mush qarindoshlarimizniki bas-basda o'zlarini ko'z tutib, o surgunlik hukumatda g'ulom akaga o'xshash
hozirgacha ustoz atilishga birdan bir munosib keladigan ustozimiz yetakchilik qiladi surgunda hukumatga. Ishonamanki bu surgunda hukumat oxiri bizni mushu to'g'ri yo'lda yetaklab vatanimizning mustaqilligiga erishtirdi. Shunga qarindoshlarim, har qaysi davlatlarda mushu surgunda hukumatga millat vakillik ko'rsatish faoliyati bo'lyotdi. Aktivlik bilan ovoz qo'shaylik, o'zimizni ko'rsataylik, hammamiz birga kelib bu hukumat hammamizning hukumati, surgunda hukumatimizni kuchlantirib, inshaalloh bir kunlarda vatanimiz ozod bo'lganda xalqimizga yetakchilik qiladigan bir apparatni tayyor qilishga tirishaylik. Bugungi programmamiz musharish bo'ldi. Vaqt chiqarib ko'rib berganingizga rahmat. Yana bir qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, Allohga emanet.